Assalomu alaykum Radmir o'yinchilari. Biza bugun sizlar bilan albatta videoda ko'rib turganinglardek birinchi ish, ya'ni 10 tomonga katta qilib chiziqcha qilib qo'yib, rishotka qilib bir qilamiz. Ya'ni o'yinda, ya'ni Muzon Radmir o'yinida albatta birinchi ishni sizlarga obzor qilamiz. Siz u ishda ishlaysiz, lekin sizlarga albatta buni birdan to oxirigacha robotalarni sizlarga ko'rsatib chiqmoqchiman albatta. Levelim ko'tarilganini sizlarga ko'rsatib ko'raman. Xo'p, qani ketdi bo'lmasa biz hozir birinchi o'chirda qiladigan ishimiz karta bo'yicha shaxtaga boramiz. Ya'ni birinchi ish albatta bez dokumentalni xohlagan odam ishlab ketaversa bo'ladigan ish bor, hamma biladi. Bu albatta shaxta bo'ladi. Shaxtyorskini shunaqqina tepasida mana bunaqa joy bor. O'sha yerga borib olishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan borib ishlab robotalarni ko'rsatib, nima anaqa ko'proq topsak bo'ladi, qanday topa olsak bo'ladi. Men bugun qancha topdim, qancha vaqt ichida qancha pul topdim, hammasini sizlar bilan ulashamiz. Qani videoga bitta like bosib, podpisatsiya bosinglar. Qani ketdi u. Aga keldik akalar, почти. Men ko'changdan o'taman deb o'tib ketyapti. Shundoq shaxtaga kirib keldik. Hop, mana kirib keldik. Tak, to'xtaymiz. Mashinani to'xtatib, eshigini qulflaymiz. Okay. Endi boramiz. Shaxta mana. Kiramiz. Tak, kirdik. Isho, mana bu joy bor, kiyinib olamiz. Mana shu yerdan kiyinamiz. Mana yerga kelsanglar, mana bu yerda lift bor. Men bu yerga ham 25 liters degan narsa qo'yardim-u. Hozir shart emas, keyingi videolarimizda albatta qilamiz. Chunki tez kelib qoladi hozir. Aha. Bo'pti, keldik. Tak. Mana shu liftimizni ozgina o'zi kutishimiz kerak edi. Ba'zida tez, ba'zida sekin keladi. Mabodo Discord biza bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, biza bilan gaplashib, maza qilib, birgalikda o'ynamoqchi bo'lsanglar, shu o'yinni masalan aytosizlar-yu, telefonda qanaqa deyapsizlar, to'g'rimi? Hammasini sizlarga o'rgatamiz. Shunchaki Discord Play Market App Store'dan Discord o'tkazib, shunaqana mana shu videoyimni описаниyasidan shuna Discord silkasi bor. 7 kun vaqtingiz bor, videoni hozir ko'rayotgan bo'lsangiz, o'shani silkani ustiga bosib kirib ketsanglar bo'ladi, jiyanlar. Если что, Telegram orqali muloqot qilsanglar, kommentariyaga assalomu alaykum, mana Telegram lichkam, menga yozib yuboring. Siz bilan birga o'ynamoqchiman desanglar ham sizlarga yozib, yordam berishga harakat qilamiz. Albatta, yangi bo'lsangiz, mana jackpot, mana kirishib kelishimiz bilan mana jackpot akalar. Mana bu oltin deyiladi. Bu oltin pallon pul turadi. Mana shundoqqina stoyka instrument u yoqda ham, bu yoqda ham hamma yerda bor. Olamiz, instrumentni olamiz, altni bosamiz, oldiga kelamiz. Tilla chiqqanda akalar yuguringlar onasini desam. Chunki buni narxi anchagina qimmat turadi. Shaxtada eng qimmati shu-da. Yana qaytamiz. Hop. Opa. Hoppa. Yana bosib turar ekanman. Hop. Aha, endi yig'ishtirib olamiz. Sizlar o'zi tushundinglar, qanday ishlash. Tak. Bu yerda unaqa narsa yo'q. Qanaqadir savatcha narsa bor. Shu savatchani oldiga borishimiz kerak. Yana yerda turadi ana. Mana hozir biz ana tashib olganmiz, hozir bunga tashab qo'yishimiz kerak. Tak. Adashibsiz-ku. Bu yoqqa tashish kerak ekan. O'zi qizil chiqarib turgan ekan. Men bir e'tibor bermam. Mana 1781 rubl berdi. Xo'p, yana oltin bormi? Oltin bormi deb qidiramiz-da. 1 set oltin chiqib qolsa-da. Qolganlari ozgina kopeyka-kopeyka-da, shuncha oltin bo'lsa, vaqtim ketkizib bo'lsa ham yuguraman. Chunki bu birinchi ish arzon beradi-da akalar. Arzon, shaxta eng arzonida kam beradi. Shuning uchun ishlashni xohlayman. Если job bu yoqdan u yoqqa ham o'tsanglar bo'ladi. Hozir eshik ochiladi. Ana, bu yoqqa o'tib olsanglar ham bo'ladi. Mana yerda ham ish bor. Bu yerda ham oltin-paltin chiqib qolishi mumkin-da. Yo'q akalar, hech narsa yo'q ekan. Altni bosamiz. Bizga yaxshiroq kerak, mana ulardan olmanglar, iloji bo'lsa. Tak, temirmi, metallmi, shunga o'xshagan narsa bo'lsa olinglar. Voy, ey, oltinmi o'jiganlar. Ikkinchi marta oltin chiqib berdi. Inobatga olinglar, bu ishda ko'p pul topa olmaysizlar. Shundaylar-a. Arzimagan pul ishlab ketasizlar, ko'p ishlab. 99% maslahat bermaydi Muzon brat. Uchinchi, просто novichoklar uchun birinchi ishda sizlarga bo'laveradi boshida, keyin urg'unliklar ko'tarilib, Muzon FF kanalini kuzatib yursanglar, sizlarga yaxshi ishlarni, pul qancha ko'proq topishlarni, qancha topganini aytib ko'rsatib ketadi akalar.
Video davomida o'zingizlar ko'raverasizlar. Xo'p, yana altni bosamiz. Mana buni olamiz. Metal deylarmidi buni nomi? Temirda tipa. Ha. Hop, orqaga qaytamiz. Olamiz. Yana kelamiz. Yeda bos deydi hozir bir. Короче, 3 marta ishladim, bildinglar. 3 marta ishladim. Kamida 3000-5000 rubl topib ketar ekanman-da. Hozir 95 rubl berdi. Ko'rdinglarmi? Kopeyka berdi. Lekin boyagi ishlarim bilan 4000 rubllarga bordi. Всё, biz bu ishdan endi bu ishdan yana bu yerga kelamiz, altni bosamiz. Yana qayerga boramiz a? Bermadi-ku mana bu instrument. Yo'q, beraydi mana qo'limda ekan. Xo'p. Endi mana bu qorarog'idan kelganini ushab ko'ramiz. Qani gaz. Hop, kelamiz. Olamiz. Yig'ishtirib olamiz. Okey, ana yig'ishtirib oldik. Endi boramiz. Kimdir keldi meni oldimga. Ha? 225 rubl. Undan ko'ra temir ana boyga yaltillab turgan narsani olsak bo'lar ekan-a. Siyoh rangga o'xshashadi. Mana bolalar mana. Rangi siyoh rang. Hozir instrument olamiz. Ana unisidan oldik. To'g'rimi? Hammasidan oldik. Oltin oldik. Arzon berar ekan ana bular. Mamnaqa ko'mirlar va shishi kopeyka berar ekan. Oltin ham anaqalari ham kopeyka berar ekan. Mana bunisini olib ko'raylikchi, qani sizlar bilan birgalikda. Tak. Hop, очень хорошо. Endi kelamiz. Normalniy siyoh rangi yaxshi berar ekan, chat. Mana bunga qaraganda, isho mana bu yerda turibdi-ku, mana bunga qaraganda ana shu rang, ana shu narsa ko'proq berar ekan akalar. Boshqa ko'rmayapman lekin. Bolalar, doim kartangizga saqlab yuring. Kerak zarurat bo'lsa, yechib oling, o'zingizga lichniy 10 000 chat olib qo'ying. Hozir biz sizlar bilan bu yerdan chiqib ketishgacha video qilamiz, keyin u yog'iga men sizlarga o'rgatib qo'yaman, qanday qilib naqd berilgan pulni kartaga o'tkazishlarni. Şey ochiladi. Hozir eshikdan bo'shaymiz. Enter va bizga mana naqd berdi. 5669 rubl berdi akalar. Bu normalniy. Bu shaxtada normalniy topdik, chunki biz kam ishladik. Bu prosta omadimiz kelib oltin chiqib qoldi. Agar iloji bo'lsa, levelinglar past bo'lsa, mana yerdan ovqatlanib olishni unutmanglar. Orqaga qaytamiz. Bundan keyingi videolarimizda sizlar bemalol keyingi ishlar qanaqa bo'lishini ko'rib olishinglar mumkin bo'ladi. Mana endi biz orqaga qaytamiz. O'zimizdan joyimiz Arzaman shahrida. Hamma biladigan joy. Mana shu avto nima deylardi? Hozir avtovokzal. Vot, avtovokzalda mana bunaqa karta rasmi turibdi. Mana biz joyim tug'iladigan joyimiz. Shuni oldiga hozir kelishimiz kerak. Ya'ni banknot oldiga. Nima uchun? Sizlarga doim naqd beradi, yig'ib yurasizlar-ku. Kimdir ограбление qilsa, sizlarni easy ограбление qiladi-da. Shuning uchun, ya'ni ограбление degani o'g'irlik degani, sizlarni ushab olib, o'g'irlaydi pulingizni. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Oldingizga kelib, sizlarga o'q otib, qo'rqitadi. Agar sizlar o'sha vaqtda bitta yo'li bor, F4 bosib, o'yindan chiqib ketsam-chi desanglar, agar IDlarni eslab olgan bo'lsa, sizlarni qamoqqa tiqib yuborishi mumkin. Qanaqa desanglar, ограбление qoidasini buzdinglar degani. Ya'ni sizlar bunaqa vaziyatda hayotda sizlar otib yubora olmaysizlar, ekrandan, telefondan chiqib keta olmaysizlar. Hayotda o'sha yerda qo'rqqaninglardan mana pul o'lmasam bo'ldi deysizlar, to'g'rimi? Xuddi shunaqa holatda turasizlar. Shuning uchun kartangizga asrab qo'yishni unutmanglar. Hozir biz sizlar bilan to'g'ri boramiz va kartamizga pulimizni o'tkazib qo'yamiz. Bolalar, mana keldik. Mana bu yerda Xasbank banki bor. Bu bankimizni video qilib chiqarganman. Ya'ni qanaqa video qilib chiqarganman? Email so'raydi-da, ba'zilarda o'shalarni video qilib tushuntirib qo'yganman. Mabodoga o'rgana olmay tushunmay qolsanglar, oddiy yo'li bor. Shuni lichkaga, Telegram lichkalarni qoldiringlar, murojaat qilaman, sizlarga yozib qo'yaman o'zim. Sizlarga Discordimga qo'shaman, Discordimga kirasizlar yoki bo'lmasa, silka описаниеda Discord silkasi, faqat 7 kun vaqtinglar bor. Tez kirib olsanglar Discordga bizlar bilan birgalikda o'ynab, mana bu narsalarni o'rganib, hamma narsani o'rgatamiz. Ahvota, pahvota hammasini bilamiz akalar. Ketdi. Короче, Xasbankga kiramiz. Снять bank счет degan joy bor, mana shunga kiramiz. Ko'rishinglar mumkin summa vsegda.
Bu nima desanglar hozir ko'rasizlar. 10 ming rublni bossam, bu menga 10 ming rubl qo'shib berdi. Bu nima desanglar kartamdagi pulni yechib olish degani birinchisi. Ikkinchisi esa naqd pulimni kartaga o'tkazish degani. Mana bizga kerak narsa. Hozir biz naqd pulimni kartaga o'tkazamiz. Men 50 ming rublni o'tkazib yubordim. Hozir meni kartamda mana M bosamiz. Bunda bosishim shart emas, ko'rsatsam mana 146 rubl bu yoqqa bank kartamga o'tdi jigarlar. Hozir mana yana kelamiz, yechib olish uchun endi birinchisiga kiramiz. Menga hozir zarilda pul. Kartamda edi-yu. 10 ming rubl yana bosaman, yechib oldim akalar. Mana shunaqa qilib ishlab yuraverasizlar. Videoim yoqqan bo'lsa, like bosinglar, podpiska bosinglar, komment albatta kutaman. Bizni bilan o'ynashmoqchi bo'lsanglar, Discord kanalimizga kirishni unutmanglar. Описаниеda если что Telegram lichkalarga olsanglar, o'zimiz yozib sizlarga Discordga kirishinglarni o'rgatib, cho'tka qilib tushuntiramiz. Salomat bo'linglar.